agar siz ko'p qavatli uyda yashasangiz, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Chunki endi ayrim holatlarda kvartira oldiga yo'lakka, umumiy koridorga yoki zinapoya maydonchasiga o'rnatilgan kirish eshiklarini majburan olib tashlashlari mumkin. Men bugun aynan shu masalani oddiy tilda, huquqiy va amaliy tomondan tushuntirib beraman. Bu faqat kimdir eshik qo'yibdi degan mayda masala emas. Bu yong'in xavfsizligi, evakuatsiya yo'llari, qo'shnilar huquqi, umumiy mulkdan foydalanish va hatto favqulodda vaziyatda inson hayoti bilan bog'liq masala. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar xavotir olishi kerak, kimlarga bu taalluqli emas, qaysi eshiklar muammo bo'lishi mumkin, tekshiruv kelganda nima qilish kerak, hujjatlarni qanday tayyorlash kerak va o'zboshimchalik bilan o'rnatilgan eshik bo'yicha qanday choralar ko'rishni batafsil tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va maishiy masalalar ertaga sizning uyingizga ham kelishi mumkin. Avval ko'p qavatli uylarimizda bunday holat juda ko'p uchrar edi. Bir yoki ikki qo'shni kelishib. Umumiy koridorning bir qismini temir eshik bilan yopib qo'yadi. Ba'zan bitta qavatda 4 ta kvartira bo'lsa, 2 ta kvartira oldiga alohida eshik o'rnatiladi. Ba'zan zinapoyadan chiqqan joyda katta panjara yoki temir eshik qo'yiladi. Ba'zan esa odamlar o'z kvartirasi eshigini tashqariga ochiladigan qilib almashtiradi. Natijada koridor torayadi yoki evakuatsiya yo'li to'silib qoladi. Nega odamlar bunday qilgan? Sababi tushunarli. Xavfsizlik. Odamlar velosiped, bolalar aravachasi, poyabzal, qurilish materiallari yoki boshqa buyumlarni yo'lakda qoldirishgan. Ayrimlar begona odamlar kirmasin, o'g'rilik bo'lmasin, bolalar xavfsiz bo'lsin deb o'ylagan. Ba'zi uylar eski, podez eshigi doim ochiq, domofon ishlamaydi, yoritish yomon. Shuning uchun qo'shnilar o'zlari chora ko'rgan. Lekin muammo shundaki, ko'p qavatli uydagi koridor, zinapoya, tambur, lift oldi, maydoni, umumiy yo'lak, texnik qavatga chiqish joyi va evakuatsiya yo'llari odatda bitta xonadonning shaxsiy mulki emas. Bu joylar umumiy foydalanishdagi hudud hisoblanadi. Demak, bir odam yoki ikki qo'shni bu hududni o'zicha egallab, eshik qo'yib boshqalarning o'tishini, xizmat ko'rsatish tashkilotlarining kirishini yoki favqulodda xizmatlar harakatini cheklashi mumkin emas. Endi aynan shu masalada talablar kuchaymoqda. Davlat organlari, yong'in xavfsizligi xizmati, boshqaruv servis kompaniyalari, shirkatlar yoki boshqa mas'ul tashkilotlar umumiy foydalanish joylarida o'zboshimchalik bilan o'rnatilgan eshiklar, panjaralar, to'siqlar, omborchalar, metal konstruksiyalarni aniqlashi va ularni olib tashlashni talab qilishi mumkin. Agar mulkdor yoki foydalanuvchi talabni bajarmasa, ayrim holatlarda majburiy tartibda demontaj qilish masalasi ko'tariladi. Bu yerda juda muhim farq bor. Gap sizning kvartirangizning o'z ichki kirish eshigingiz haqida ketmayapti. Agar u loyiha xavfsizlik va qo'shnilar huquqiga zid bo'lmasa, gap ko'proq umumiy joyga o'rnatilgan, yo'lakni toraytirgan, evakuatsiya yo'lini to'sib qo'ygan, boshqa xonadonlarga yoki xizmatlarga kirishni cheklagan eshiklar haqida ketmoqda. Lekin ayrim kvartira eshiklari ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, eshik tashqariga ochilganda qo'shnining eshigini to'sib qo'ysa yoki yong'in vaqtida odamlar chiqishiga xalaqit bersa. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Xavotir olishi kerak bo'lganlar umumiy koridorni o'zicha yopib olgan. Zinapoya maydonchasiga eshik o'rnatgan. Lift oldi hududini ajratib qo'ygan yoki qo'shnilar roziligisiz umumiy mulkdan faqat o'zi foydalanayotgan fuqarolardir. Agar sizning xonadoningiz eshigi oddiy tartibda o'rnatilgan bo'lsa, koridorni to'smasa, qo'shnilarga xalaqit bermasa, yong'in chiqish yo'lini yopmasa, xavotirlanishga asos ancha kam. Birinchi misol, 9 qavatli uyda har qavatda 4 ta kvartira bor. 5 qavatda 2 ta qo'shni kelishib, o'z kvartiralari oldidagi yo'lakni temir eshik bilan yopib olgan. Eshik ichida ular poyabzal javoni, eski shkaf, bolalar aravachasi va velosiped saqlaydi. Ular shunday deydi: bu hech kimga xalaqit bermaydi, faqat bizning oldimiz. Lekin yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan bu joy umumiy evakuatsiya yo'lining bir qismi bo'lishi mumkin. Agar yong'in chiqsa, tutun ko'payadi, odamlar shoshiladi, elektr o'chadi, ko'rish qiyinlashadi. Shunday vaziyatda bitta o'rtiqcha eshik, uning qulfi, kalit topilmasligi yoki ichkaridagi buyumlar odamlarning chiqishini sekinlashtiradi. Natijada faqat bizning oldimiz degan hudud favqulodda vaziyatda butun qavat uchun xavf tug'diradi. Ikkinchi misol, 16 qavatli yangi uyda ayrim fuqarolar lift oldidagi maydon yopib, kichik tambur qilib olgan. U yerga kamera,
Metal eshik va kodli qulf o'rnatgan. Tashqaridan qaraganda chiroyli va xavfsizdek ko'rinadi. Lekin shu eshik sababli kommunal xizmat xodimi hisoblagichga, elektr shitga, suv kraniga yoki yong'in signalizatsiyasi elementlariga kira olmaydi. Favqulodda holatda qutqaruvchilar kalit izlab vaqt yo'qotadi. 1 daqiqa kechikish ham yong'in. Gaz sizib chiqishi yoki suv bosishi paytida katta zarar keltirishi mumkin. 3-misol. Bir fuqaro o'z kvartirasining eski yog'och eshigini yangi metal eshikka almashtirdi. Bu odatiy holat, bunga hech kim qarshi emasdek. Lekin yangi eshik tashqariga ochiladigan bo'ldi va ochilganda qo'shnining eshigini deyarli to'sib qo'yadi. Tasavvur qiling, ikki qo'shni bir vaqtda chiqmoqchi bo'lsa yoki favqulodda vaziyatda biri eshikni ochib, ikkinchisining chiqishini to'sib qo'ysa, bu xavfli. Agar koridor tor bo'lsa, tashqariga ochiladigan eshik odamlar oqimini to'xtatadi. Shuning uchun ba'zi holatlarda hatto xonadonning o'z eshigi ham texnik talablar va qo'shnilar huquqi bo'yicha baholanadi. 4-misol. Eski uyda podez doim ochiq, kechasi begona odamlar kiradi. Qo'shnilar pul yig'ib, qavat boshiga eshik o'rnatgan. Hamma rozi bo'lgandek, lekin uyda iri qavatda nogironligi bo'lgan fuqaro yashaydi. Yuqori qavatda esa doim tez yordam chaqiriladigan keksa odam bor. Qulfli eshiklar, kodlar, kalitlar ko'paygani sari tez yordam yoki favqulodda xizmatlar kirishi qiyinlashadi. Shuning uchun hamma qo'shnilar rozimiz degan gap ham har doim yetarli bo'lavermaydi. Chunki umumiy xavfsizlik talabi alohida kelishuvdan yugurib turishi mumkin. 5-misol. Bir qavatda 4 kvartira bor. Ulardan bittasi koridorning oxirida joylashgan. Qolgan 2 qo'shni zinapoya tomondan temir panjara o'rnatib, o'z hududini ajratgan. Koridor oxiridagi xonadon egasi doim eshikdan o'tishi kerak, lekin unga kalit berilmagan yoki kalit berilsa ham u o'z uyiga kirishda ortiqcha to'siqqa duch keladi. Bu qo'shnining mulkdan foydalanish huquqini buzadi. Chunki umumiy joydan foydalanish faqat bir guruh odamga berilib, boshqalar chetda qoldirilishi mumkin emas. Men ko'p ko'radigan xato shuki, odamlar men bu eshikni o'z pulimga qo'ydim, demak hech kim tegmaydi deb o'ylaydi. Aslida pul sarflaganingiz o'sha joy sizniki degani emas. Agar siz umumiy hududga ruxsatsiz metal eshik qo'ygan bo'lsangiz, unga 5 million so'm yoki 25 million so'm sarflaganingiz masalaning huquqiy mohiyatini o'zgartirmaydi. Xarajat qilgan bo'lishingiz sizga umumiy mulkni egallash huquqini avtomatik bermaydi. Yana bir muhim jihat. Ko'p qavatli uyda har bir mulkdor faqat o'z xonadoniga egalik qilmaydi, balki umumiy mulk bo'yicha ham majburiyatlarga ega. Zinapoya, tom, yerto'la, texnik tarmoqlar, lift, umumiy devorlar, kirish joylari, evakuatsiya yo'llari hamma uchun muhim. Bir fuqaro o'z xavfsizligini oshirish niyatida boshqalarning xavfsizligini kamaytirib qo'ysa, bu qabul qilinmaydi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz faqat kvartirangiz ichidagi eshikni almashtirgan bo'lsangiz, eshik loyiha ochilish o'lchamidan chiqmagan bo'lsa, umumiy yo'lakka shkaf yoki to'siq qo'ymagan bo'lsangiz, eshik ochilganda qo'shnining yo'lini to'smasa, elektr shit, gaz krani, suv tarmog'i, yong'in shkafi yoki evakuatsiya chiqishiga xalaqit bermasa, sizda odatda katta muammo bo'lmaydi. Lekin baribir uyingizdagi vaziyatni bir marta tekshirib chiqing. Chunki ba'zan odam o'zi sezmagan holda qo'yda buzgan bo'ladi. Masalan, eshikning o'zi muammo emas. Lekin eshik oldiga qo'yilgan poyabzal javoni koridorni 20 santimetrdan 70 santimetrga tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Yoki eshik yonida metal panjara bor, lekin u yong'in shlangi joylashgan shkafni yopib turishi mumkin. Yoki ta'mir eshigi ochilganda lift eshigiga uriladi. Bu mayda tuyuladi, lekin tekshiruv vaqtida aynan shunday detallar ko'riladi. Birinchi nozik jihat, ruxsat masalasi. Ba'zi odamlar aytadi, biz buni 10 yil oldin qo'yganmiz. Hech kim indamagan. Lekin hech kim indamagani ruxsat berilganini anglatmaydi. Agar sizda loyiha hujjati vakolatli tashkilotning yozma roziligi, uy boshqaruvi organining belgilangan tartibdagi qarori va yong'in xavfsizligi talablariga muvofiqlik bo'yicha asos bo'lmasa, oldindan bor edi degan dalil zaif bo'lishi mumkin. Ayniqsa, konstruksiya, evakuatsiya yo'lda turgan bo'lsa. Ikkinchi nozik jihat, qo'shnilar roziligi har doim yetarli emas. Umumiy mulk bo'yicha mulkdorlar roziligi muhim. Lekin qo'shnilar roziligi yong'in xavfsizligi, sanitariya, texnik ekspluatatsiya va favqulodda kirish talablarini bekor qilmaydi. Ya'ni 10 ta qo'shni biz rozimiz desa ham, agar eshik evakuatsiya yo'lini toraytirsa yoki yong'in shkafini yopsa, mas'ul organ uni olib tashlashni talab qilishi mumkin.
Uchinchi nozik jihat eshik ochilish yo'nalishi. Ko'plar faqat eshik bor yoki yo'q deb o'ylaydi. Aslida eshik qaysi tomonga ochilishi ham muhim. Tashqariga ochiladigan eshik koridorni vaqtincha yopib qo'yishi mumkin. Agar qavatda odam ko'p bo'lsa, aravacha, nogironlar ko'lyaskasi, nosilka olib o'tish zarur bo'lsa, bu katta muammo. Tez yordam xodimlari nosilkani aylantirib olmasa, har bir santimetr muhim bo'ladi. 4-chi nozik jihat qulflar va kalitlar. Ayrimlar eshik turaversin, kalit hammada bor deydi. Lekin favqulodda holatda kalit kimda ekanini topish, kodni eslash, qulf tiqilib qolsa ochish, elektr magnit qulf o'chsa nima bo'lishi kabi savollar bor. Yong'in vaqtida odam vahimaga tushadi, tutun bo'ladi, chiroq o'chishi mumkin. Oddiy sharoitda qulay bo'lgan qulf favqulodda sharoitda xavfga aylanadi. 5-chi nozik jihat umumiy yo'lakdagi buyumlar. Ba'zan eshikning o'zi emas. Eshik o'rtada yaratilgan omborxona muammo bo'ladi. Odamlar u yerga eski mebel, karton qutilar, bo'yoq idishlari, benzinli asboblar, plastik buyumlar, gilamlar, yog'och materiallar qo'yadi. Bular yonuvchan bo'lishi mumkin. Yong'in chiqsa, koridordagi buyumlar tutunni ko'paytiradi, olov tarqalishini tezlashtiradi, evakuatsiyani qiyinlashtiradi. Shuning uchun umumiy joyni ombor sifatida ishlatish juda xavfli. 6-chi nozik jihat. Yangi uylarda hammasi avtomatik, qonuniy degani emas. Ba'zi quruvchilar kvartira oldida tamburga o'xshash joy qoldiradi. Fuqarolar demak eshik qo'yish mumkin deb o'ylaydi. Lekin loyiha hujjatida bu joy qanday ko'rsatilganini bilish kerak. U umumiy foydalanish joyimi, texnik hududmi, evakuatsiya yo'limi, xizmat ko'rsatish kirish joyimi, buni aniqlamasdan eshik o'rnatish tavakkal. 7-chi nozik jihat. Boshqaruv kompaniyasi aytgani bilan ish bitmaydi. Masalan, kompaniya vakili og'zaki qo'yaveringlar degan bo'lishi mumkin. Og'zaki gap keyin dalil bo'lishi qiyin. Bundan tashqari, boshqaruv tashkiloti ham yong'in xavfsizligi talablariga zid narsaga ruxsat bera olmaydi. Shuning uchun har qanday rozilik yozma bo'lishi, vakolat doirasida berilgan bo'lishi va texnik talablarga zid bo'lmasligi kerak. 8-chi nozik jihat. Majburiy o'lib tashlash odatda birdaniga bolg'a bilan kelib buzish degani emas. Amaliyotda avval aniqlash, ogohlantirish, dalolatnoma tuzish, kamchilikni bartaraf etish uchun muddat berish. Keyin talab bajarilmasa, ma'muriy choralar yoki sud orqali majburiy demontaj masalasi bo'lishi mumkin. Lekin agar holat bevosita xavf tug'dirsa, favqulodda kirish yoki xavfsizlik talab bo'lsa, jarayon keskinroq kechishi ham mumkin. 9-chi nozik jihat. Bu mening eshigim. Tegmanglar degan bahs ba'zan zarar keltiradi. Agar tekshiruvda qonuniy talab qo'yilsa, mutaxassislar bilan urushish, eshikni yashirish, qulfni almashtirish yoki dalolatnoma tuzishga xalaqit berish vaziyatni og'irlashtiradi. Men doim maslahat beraman. Avval hujjatni ko'ring, kim kelganini aniqlang, talabning asosini so'rang, muddatni yozib oling. Keyin huquqiy tartibda javob bering. 10-chi nozik jihat. Agar eshikni bir necha qo'shni qo'ygan bo'lsa, javobgarlik ham umumiy bo'lishi mumkin. Masalan, 4 ta xonadon pul yig'ib eshik o'rnatgan. Lekin tekshiruv paytida faqat bitta odam chiqdi. Bu faqat u javob beradi degani emas. Hujjatlarda kim foydalanyapti, kim o'rnatgan, kim kalitga ega, kim buyum saqlayapti, shular aniqlanishi mumkin. Shuning uchun bunday masalani qo'shnilar bilan ochiq gaplashib hal qilish kerak. Birinchi qadam, uyingizdagi holatni o'zingiz tekshiring. Kvartirangiz eshigi qayerga ochiladi? Ochilganda koridorni to'sadimi? Qo'shnining eshigiga xalaqit beradimi? Liftga, zinapoyaga, elektr shitga, gaz yoki suv tarmog'iga kirishni cheklaydimi? Shularni ko'ring. Agar umumiy koridorda qo'shimcha eshik, panjara yoki to'siq bo'lsa, u kim tomonidan o'rnatilganini, hujjati bor yo'qligini aniqlang. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Sizda eshik yoki tambur bo'yicha bir qaror, loyiha, ruxsatnoma, qo'shnilar roziligi. Boshqaruv tashkilotining yozma javobi bormi? Agar faqat hamma biladi, avvaldan bor, usta qo'ygan, shirkat raisi og'zaki ruxsat bergan degan gaplar bo'lsa, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjat bo'lmasa, vaziyatni qonuniylashtirish mumkinmi yoki eshikni olib tashlash kerakmi? Shuni aniqlash lozim. 3-chi qadam, boshqaruv tashkilotiga yozma murojaat qiling. Agar sizda shubha bo'lsa, bizning qavatimizdagi eshik yong'in xavfsizligi va umumiy foydalanish qoidalariga mosmi, tekshirib yozma javob berishingizni so'rayman deb ariza bering. Arizada uyingiz manzili, qavat, eshik joylashgan joy, kimlar foydalanayotgani va siz so'rayotgan masalani aniq yozing. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang.
Yozma murojaat keyin sizni himoya qiladi. 4-qadam, agar eshik qo'shnilar huquqini buzayotgan bo'lsa, dalil to'plang. Telefon bilan suratga oling, lekin janjal qilmasdan. Eshik qaysi joyini yopayotgani, koridor qanchalik to'raygani, elektr shchit yoki yong'in shkafi yopilganmi, qo'shnining kirib chiqishi qiyinlashganmi, bularni hujjatlashtiring. Agar tez yordam, kommunal xizmat yoki ustalar kira olmagan holat bo'lgan bo'lsa, sanasi va vaqtini yozib qo'ying. 5-qadam, qo'shnilar bilan gaplashing. Men har doim birinchi navbatda tinch yo'lni tavsiya qilaman. Bu eshikni olib tashlaylik deb keskin boshlash o'rniga talablar kuchaymoqda. Ertaga jarima yoki majburiy demontaj bo'lishi mumkin. Keling, hujjatini tekshiraylik deb gapiring. Ko'p odamlar qasddan qoidani buzmaydi. Shunchaki xavfsizlik uchun qilgan bo'ladi. To'g'ri tushuntirilsa, muammo sudsiz ham hal bo'ladi. 6-qadam, agar eshik sizga yoki oilangizga real xalaqit berayotgan bo'lsa, ariza yozing. Arizani boshqaruv kompaniyasiga, uy-joy sohasidagi mas'ul tashkilotga, yong'in xavfsizligi organlariga yoki mahalliy hokimlikning tegishli bo'limlariga yo'llashingiz mumkin. Arizada hissiyot emas, fakt yozing. Masalan, 5 qavatdagi umumiy koridorga metal eshik o'rnatilgan. Ushbu eshik elektr shchitga kirishni cheklaydi. Favqulodda holatda evakuatsiyaga xalaqit berishi mumkin. Holatni tekshirib, qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Shunday yozilgan ariza ancha kuchli bo'ladi. 7-qadam, agar sizning eshigingiz muammo bo'lsa, vaziyatni cho'zib yurmang. Ba'zan odam tekshiruv ketguncha kutaman deydi. Bu noto'g'ri. Agar eshik haqiqatdan ham umumiy yo'lni to'sayotgan bo'lsa, uni o'zgartirish, ichkariga ochiladigan qilish, panjarani olib tashlash yoki koridordagi buyumlarni yig'ishtirish kerak. Bu faqat jarimadan qochish uchun emas. O'zingiz va qo'shnilaringiz xavfsizligi uchun kerak. 8-qadam, demontaj qilinadigan bo'lsa, jarayonni hujjatlashtiring. Kim keldi, qaysi tashkilotdan qanday dalolatnoma tuzildi, sizga qanday talab qo'yildi, muddat berildimi, bularni yozib oling. Agar siz talabga rozi bo'lmasangiz, men rozi emasman deb janjal qilish o'rniga dalolatnomaga o'z e'tirozingizni yozma kiriting yoki alohida tushuntirish bering. Keyin yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. 9-qadam, xavfsizlikni boshqa yo'l bilan hal qiling. Agar siz eshikni begona odamlar kirmasligi uchun qo'ygan bo'lsangiz, umumiy koridorni yopish o'rniga podyezdning asosiy kirish eshigini sozlash, domofon o'rnatish, yoritishni yaxshilash, kamera qo'yish, boshqaruv kompaniyasidan navbatchilik va tozalashni talab qilish mumkin. Xavfsizlik chorasi boshqalarning huquqini cheklamasligi kerak. Eng to'g'ri yo'l umumiy uyni tartibga keltirish, har bir qavatni alohida qal'aga aylantirish emas. 10-qadam, sotib olayotgan kvartirani ham tekshiring. Ko'p odamlar uy sotib olayotganda faqat remont, narx va joylashuvga qaraydi. Lekin kvartira oldidagi tambur, qo'shimcha eshik, koridordagi ombor, noqonuniy o'zgartirishlar keyin yangi egaga muammo bo'lib qolishi mumkin. Sotuvchi bu bizniki desa, hujjatini so'rang. Hujjat bo'lmasa, ertaga sizdan olib tashlashni talab qilishlari mumkin. Garchi eshikni siz o'rnatmagan bo'lsangiz ham. Men yana bir masalani alohida aytaman. Umumiy joylarda narsalarni saqlash odatini kamaytirish kerak. Velosiped, bolalar aravachasi, poyabzal, eski shkaf, qurilish qoldiqlari, gaz ballon, bo'yoq, yonuvchan materiallar koridorda turmasligi kerak. Ko'p yong'inlarda asosiy zarar olovdan emas, tutundan bo'ladi. Koridordagi plastik, mato, yog'och buyumlar yonib tutun chiqaradi. Odamlar esa aynan koridor orqali chiqishi kerak bo'ladi. Demak, koridor qancha toza va ochiq bo'lsa, xavfsizlik shuncha yuqori bo'ladi. Agar siz bizning uyda hamma shunday qilgan, faqat bizniki olib tashlanadimi desangiz, men shunday javob beraman. Qoida buzilishi ommaviy bo'lsa ham u qonuniy bo'lib qolmaydi. Lekin talab qo'yilsa, u adolatli va bir xil qo'llanishi kerak. Ya'ni faqat bitta qo'shniga bosim qilib, qolganlarga tegmaslik ham nizoga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatda siz boshqa o'xshash holatlarni ko'rsatib, masalaga uy bo'yicha tizimli yondashishni talab qilishingiz mumkin. Agar siz eshikni olib tashlasak, o'g'irlik bo'lsa kim javob beradi deb so'rasangiz, bu ham tushunarli savol. Lekin huquqiy nuqtai nazardan xavfsizlikni oshirish uchun noqonuniy to'siq o'rnatish to'g'ri yechim emas. Buning o'rniga kirish nazoratini uy kirish qismida qonuniy va hamma uchun qulay shaklda tashkil qilish kerak. Domofon, yoritish, video kuzatuv, podyezd eshigi, boshqaruv kompaniyasi bilan shartnoma, mahalla bilan hamkorlik, bularning barchasi qonuniyroq va xavfsizroq yo'llar.
Agar siz biz eshikni olib tashladik, lekin qo'shni yana qo'ydi desangiz, darhol dalil bilan murojaat qiling. Oldingi dalolatnoma, suratlar, yangi holat, sanalar hammasini qo'shib yozing. Chunki bir marta ogohlantirilgan yoki kamchilik bartaraf qilingan joyda uni qayta tiklash mas'uliyatini kuchaytirishi mumkin. Demak, masalaning mohiyati shunday. Ko'p qavatli uyda umumiy koridor, zinapoya, lift oldi. Evakuatsiya yo'li va texnik kirish joylari shaxsiy ombor yoki yopiq hududga aylantirilmasligi kerak. Agar eshik, panjara yoki to'siq umumiy foydalanishga, qo'shnilar huquqiga, xizmatlar kirishiga yoki yong'in xavfsizligiga xalaqit bersa, uni olib tashlash talab qilinishi mumkin. Talab bajarilmasa, masala majburiy demontajgacha borishi ehtimoli bor. Mening tavsiyam oddiy. Uyingizdagi vaziyatni hozirdan tekshiring. Hujjatlarni aniqlang. Qo'shnilar bilan gaplashing. Boshqaruv tashkilotidan yozma javob oling va umumiy yo'laklarni bo'sh saqlang. Bu nafaqat jarima yoki nizodan qochish uchun, balki favqulodda holatda o'zingiz, farzandlaringiz, ota-onangiz va qo'shnilaringiz hayotini himoya qilish uchun ham zarur. Sizning uyingizda ham qavat eshiklari, temir panjaralar yoki yopib olingan koridorlar bormi? Siz buni xavfsizlik deb hisoblaysizmi yoki xavf debmi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu masala ko'p qavatli uyda yashaydigan deyarli har bir oilaga tegishli.